Oldinlari yakshanba kunini uyimda 12 gacha uxlab o'tkazardim. Lekin Thompson o'quv markazlariga kelishni boshlaganimdan beri eng maroqli o'tgan kunim yakshanba bo'lyapti. Sizlarga bugun Students Blogda Thompson Sunday eventlari qanaqa o'tishini ko'rsatib beraman. Thompson o'quv markazi har hafta dam olish kunlarida foydali, qiziqarli, emotsiyaga boy tadbirlar o'tkazadi va bugun ham navbatdagi kuzgi katta tripiga yo'l olamiz. Video davomida siz nima uchun tadbirga qatnashishingiz kerakligini bilib olasiz. Bu yerda har bir event tajribali jamoa tomonidan tashkil qilinadi. Ko'rishingiz mumkin, atmosfera juda bomba bo'ladi. Do'stona muhit bilan har qanday eventda maza qilasizlar. Eng muhimi, millionga teng ma'lumotlar mutlaqo tekinga taqdim etiladi. Men Thompson tadbirlari orqali ko'plab do'stlar orttirdim. Bilmagan insaytlarimni o'rgandim, xatolarim ustida ishladim va menga berilgan imkoniyatlardan maksimal foydalandim. Agar siz ham ingliz tilini nafaqat oddiy o'rganib, balki olov atmosferada uni praktik qilishni xohlasangiz, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'laning. Thompson tinglaydi, tushunadi, natijaga olib chiqadi.